قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimiz hemmemizge ma'lum, Ulug' Qur'on davlatining yangi bir shahri bo'lgan. Shahar bo'lgandimi Qur'oni Karimning tili bilan eng go'zal shahar, eng go'zal qissa, eng go'zal qissalardan hissa atalgan Sura Yusuf. Yusuf surasini huzuringizga sunamiz. Yusuf surasidan iborat bo'lgan Qur'on mamlakatining bir shahriga qadam qo'yamiz. Yusuf surasi bo'lsa hozirgi ko'z oldimizdagi mushaf tartibi bilan 12 sura. 12 sura bo'lib, bu sura Mekkada nozil bo'lgan chog'da Mekkaning eng oxirgi kunlarida Ulug' payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamning Mekkadan Madinaga majburiy chiqarilishi, qo'g'lanishi, yurtidan polinishi jarayonida nozil bo'lgan bir suradir. Ilgari deb o'tganimizdek Kur'an'daki en güzel kıssa atalgan ahsanel qasas bo'lgan bashariyat dunyosida quloqdan quloqqa, qo'ldan qo'lga, kitobdan kitobga dastallar yozilgan bir suradir. Gerçi bu yozilgan, sunilgan dastallar da o'xshash bo'lmagan o'ngchillik, so'lchillikdan xoli bo'lmagan taraflari. Shundaqla insonlarning oshiq, ma'shuqni tasvirlaydigan ma'nosiz Kur'an tasavvuri, Kur'an fikriga, Kur'an qissalariga muvofiq bo'lmagan, shundaqla Yusuf alayhissalatu vassalamdan iborat bo'lgan payg'ambarning sha'ni shavkatiga muvofiq bo'lmagan qissalarni ham topamiz. Halbuki Qur'oni Karimning bu qissani bayon qilgan tili bilan elib aytganda, bizga bu qissadan berilgan hissalarning tarixdagi afsona dastallardan ne kadar uzak ekanligini tunib yetimiz. Aynı zamanda bu sura Ulug' Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ның en ahirki Mekke devlerinde nazil bo'lgani, Rasulullah'ның hicret temsilatkan bir zamanda nazil bo'lishimi intayin chunqur ma'noga egadir. Çünkü surada hammamizga bu ma'lum bo'lgandek, Hazrat Yusuf aleyhissalatu vesselam'ның o'zining bir tuqqan qarindoshlari kan qarindoshları tarafından öldürülüşke duch kelganligi ve ularning ichidan bir qancha qarindoshining maslahatlashib bo'lgandan keyin Yusufni o'ltasi bo'lmaydiganligi. Buni o'ltamasdan amal bo'lsa, shu vaqtdagi arablarning suv ichadigan bir quduqlari bo'lganligi uchun shu quduqqa tashlasak, buni bir karvonlarning kelib karvonlar kelib elib olishi mumkin ekanligini maslahat qilisharpsida Yusuf alayhissalatu vassalamning ular tarafidan quduqqa tashlanishi, quduqdan karvonlar tarafidan qutqizilishi ve o karvonlar uni bozorga opirib qul o'rnida zanjirlarga bog'lab setilishi ve setishi ve Yusuf alayhissalatu vassalamning bu qulluq jarayonida, qulluqni boshdan kechirish jarayonida bir saroy xonimi tarafidan, podshoh malikasi tarafidan iffat sinoqlarga duch kelishi ve onundan o'tgan holda zindonlarga qora tuhmatlar bilan tashlanishi, mana bu shundoq o'ngda dum bo'lgan tog' davallarni, jafo mushaqqatlarni bosgan bir insoniy bashariy tarixida Yusuf alayhissalatu vassalamning en oxirida Misrga podshoh bo'lishi qatorliq bu jarayonlarni del Muhammed alayhissalatu vassalamning hijrat tarixiga yaqin zamonlarda Alloh taolaning nozil qilishi Muhammed aleyhissalatu vesselam'a şundak bir teselli vermekte idi ve bir terbiye idi. Ey öz zamanısının Yusuf'u boğan Muhammed, senin tağılların, senin en yakınların, uruf tukalların, sen peygamberlik vazifesini öteştin burun seni emin, sadık, vaadul emin deydiğin adamların seni patumasın en ahırda Darun Nedve'de muzakir kılış arkalık seni ya öldürüytüş veya bulması öttügendi mi kanda öldürüş, kanda öldürmeslik hiç bulmagan çağda yurtun palap bunun bir kurtuluş karakteri ege mana muşnak mesletlerini çok kılgallık tamamen şulağa okşap gidiyor. Tabii ki senin halkın tarafından
Xuddi Yusuf alayhissalom o'z qarindoshlari tarafidan quduqqa tashlangandek, seningmi quduqqa tashlanishing, zindonlarga tashlanishing, o'lim qasdiga duch kelishing, shundaqla seni palash harpisiga elib berishi bu faqat seninglam beshingdan o'tkazgan bir bashariy tarix jarayoni emas, sana o'xshash bir risolat amonati berilgan Yusufdan iborat payg'ambarning beshig'imi kelgan bu. Onun uchun masala sening zindonga tashlanishing emas, quduqqa tashlanishing o yo'g'on masala emas, faqat va faqat sening ruhiyat dunyosining, ma'naviyat dunyosining qalbingning zindonga tashlanmasligi, qalbingning quduqqa qolmasligi, qalbingning quduqqa tashlanmasligi bu eng buyuk masaladir. Xuddi Yusuf alayhissalatu vassalam ana shunday o'xshash bo'lmagan egizpeslikka duch kelgandan keyin Misrga podshoh bo'lgandek, senmi albattaki sen qo'g'langan zaminingga podshoh bo'ladigan kunlar keladi Muhammad alayhissalatu vassalam. Unda bo'lganligi uchun sening qalbing rohat bo'lsin. Bu qislardan ana shunday hislarni ol demakda edi. Bu qislar orqali ulug' payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamni Alloh subhanahu va taolo oxirgi payg'ambari bo'lgan rahmatan lil alaminni chiniqtirmoqda ve terbiyelemakta edi. Yusuf alayhissalatu vassalam ana shunday kunlardan keyin hammamizga ma'lum Misrga podshoh oldu. Podshoh bo'lgandan keyin o'zining ota-onasi yashayotgan zamin ocharchilik bo'lgandan keyin uning 11 tuqqani Yusuf alayhissalatu vassalamning oldiga egilib keldi, yalvarib keldi, muhtojlikdan keldi, faqirlikdan keldi, ochlikdan keldi. Ve de en muhim bo'lgan bir narsa oyatda Rasululloh bilan taqdiri o'xshash bo'lgan. Shu kelgan chaqda Yusuf alayhissalatu vassalam qat'iy ularning yuziga sanmadi. La tathriba alaykumul yawma yaghfirullohu lakum va huwa arhamur rahimin dedi. Ey qarindoshlarim, mana yalvarib keldinglarga oldimga, endi men qasdimni olamango, voy yuzsiz qilillah falan pustan demestin shunda dedi. La tathriba alaykumul yawma yaghfirullohu lakum. Ey qarindoshlarim, men sizlarga hech tapim alamet qilmayman. Qalbimda kichikkina bir qusurmi yo'q sizlar uchun. Allah sizlarni mag'firat qilsin. Mana bu mening bugungi kundagi saltanatim ostida xohlagancha yashanglar dedi. Buningdan ta'lim olgan ulug' payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalammo Mekke'den ana shunday azar kulpatlardan keyin Madinaga hijrat qilishga majbur bo'ldi. Majbur bo'lib Madinaga hijrat qildi. Hijrat qilgandan keyin hijrining 9-yili Mekkeni fath qildi. Fath qilgandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelip insanlar Resulullah'ın alıp tutup turuşmakta idi. Onun olğan koşullar olan kirgenden keyin Ebu Süfyan başçılığındaki nurgan insanlar yani şu günü özünün İslam'ını izhar kılgan bolsumu kalbine Allah biletti. Ve yani nurgan İslam'ını kabul kılmaganlar titrep ulug' Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yanında Resulullah'a qarab turuşmakta idi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlardan sordu. Sizler bana qanday qaraysizlar? Sizler men to'g'riliq nima tushunyapsizlar deganda ular sen bo'lgan bo'lsa ulug' bir inson, ulug' bir nasabdan kelgan bir inson. Hozir elam sen ulug' bir inson. Senda bir insoniy fazilat, insoniy samimiyat mavjud bir inson, mavjud bo'lgan bir inson. Buning uchun sendan biz faqat yaxshilik bilan umid qilamiz deganda Peygamber aleyhissalatu vesselam dal Yusuf aleyhissalatu vesselamning og'ziga chiqqan o'xshagan "İzhabu fa antumut talaqa" beringlar. Bugünden başlap sil bolsanglar hör haletde yaşanglar, azat bo'lgan haletde yaşanglar degan edi. Bu surada surening eng ko'zi bo'lgan ikki oyat yaranmoqda. Birinchisi "Vallohu g'olibun ala amrihi walakin aktharan nasi la ya'lamun" degan oyat, yana biri "Inil hukmu illa lillah" degan oyat. Nima degan bo'ldi bu deganda Allah subhanahu va taolo doim g'olibdir. O'zlarining ishlariga Allah g'olibdir. Lekin insanların tonusu bunu bilishdan uzoqdir, bilmaydi. Yana bir ayet "Inil hukmu illa lillah" fakat hakimiyet, saltanat, hikmet her narsa Allah'a mensuptur, Allah'ın mülküdür degan ayet yaranmoqda. Bu nima degan gap deganda, ey insonlik, ey bashariyat dunyosi, har qanday bir g'alaba va nusrat Allah subhanahu va taoloning mudaxalasiz bo'lmaydi. Uning uchun sen nima qilsang qil, nima desang da senin g'alaba qilishing va nusrat tepishing, yer sharida saltanat qozonishing faqat va faqat Allah subhanahu va taolo o'tirib qo'ygan bir iroda, Allah subhanahu va taolo o'tirib qo'ygan bir senaryo ichida davom qiladi. Buni Allohdan mustasno desang bo'lmaydi deganni uqtirish edi. En ahirda bu sureniki
bizga berdigan bu qissaninki eng ajallik yeri shuki, bir inson nima ish qila oladi deganning javobi. Masalan, Muhammad alayhissalatu vassalamning yolg'iz kelib, 23 yillik qolmay Arab yarim alining hammasini o'zining nubuvvati, risolati, saltanati ostiga kirgizganligi, haqiqati, adolati ostiga. Va Yusuf alayhissalatu vassalamni ana shundoq o'limlardan, zindonlardan, quduqlardan qutulib, eng oxirida o'zining irodasi, o'zining iymoni, samimiy ixlosi bilan Mısır'ı padişah bo'lganligidan iborat bu narsa bizga shuni uqtirdiki, bir inson deb o'tib ketma. Bu inson bir inson bo'lgan taqdirdimi, agar u Alloh bilan bo'lsa, Alloh uchun bo'lsa, Alloh yo'lida bo'lsa, ixlos samimiy bo'lsa, o insonning dunyoni o'zgartiradiganligi, o insonning nurg'un narsalarni bir inqilobiy shaklda aqartalaydiganligidan iborat bir haqiqat mavjud deganni uqtirmoqda. Dal bu qisqa muqaddimadan keyin suraning o'ziga kelsak, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'qilun. Rahman, Rahim bo'lgan Alloh subhanahu va taolaning ismi bilan boshlayman. Alif lam ra. Allohu taala a'lamu bi muradihi. Tilka ayatul kitabil mubin. Mana bu bo'lgan bo'lsa, bir kitobning oyatlaridir. Andaq bir kitobki mubin, bayandun mushtaq. Her narsani bayon qiladigan, her narsani izohlab bera oladigan, her narsani sharhlab bera oladigan bir kitobning oyatlaridir. Ve nazzalna aleykel kitabe tibyanan likulli şeyin ve huden ve rahmeten ve bushra lil muhsinin. Allah subhanahu ve taala surəmdə aytaqdıdan biz sana Muhammed aleyhissalatu vesselam şundaq bir kitap nazil qıldık ki, o kitap tibyanan likulli şey, bayanan likulli şey, insoniyatning dunyo va oxirat uchun lozim bo'lgan, muhtoj bo'lgan har bir narsani likulli shayin, narsaning hammasini tafsiliy bayon qilib bera oladigan, enanga izoh sharhi bera oladigan mana shunday bir kitobni sizga nozil qildik. Buning uchun Kitabul Mubin degani shu. Qur'oni Karim barliq olimlarga nisbatan bir bayonotchi ekanligi, sharhi bergichi ekanligi, uni oshkora izohlab bergichi ekanligi, Qur'oni Karim oldida hech qanday bir mushkulchilikning, krizisning yo'q ekanligi, barliq moddiy va ma'naviy krizisga bu kitobning javob bera oladiganligidan iborat bir haqiqatni o'tirib qo'yish bilan boshladi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Haqiqatan biz ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ey Muhammed ümmeti nazil qildik biz bu Qur'oni Karimni, bu kitobni. Enzelnahu deki hizmir kitabul mubin qaydı. Bu uçqaşkara her narsani bayon qilib bera oladigan kitobni Qur'anan Arabiyyan o'qilgan bir xitob, arabcha bir o'qilgan Qur'on, arabcha xitob qilingan bir xitob bo'lgan holatda bu kitabul mubinni nazil qildik. Nima uchun? La'allakum ta'qilun. Umid shuki aqlingizni ishlatgaysizlar. Demak, Qur'oni Karim insonning aqlini taraqqiy qildirish uchun, aqlni saqlab qolish uchun, aqlni yashatish uchun, aqlni aqldek ishlatish uchun dunyoga kelgandir. Illat bu. Buning uchun Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan naql qilingan insonning tashidagi bir aqldir. Aql bo'lsa, insonning ichidagi aqldir deyishimiz tamoman mumkindir. Agar Qur'oni Karimni ta'qqul qilmaydigan bo'lsa, Qur'onlikdan chiqmaydi-da. Elbette ki o insana fayda qilmaydi. La'allakum ta'qilun. Afala yetedabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillah. Afala yetedabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Onun için ey insanlar, ular Qur'oni Karimni tadabbur qilmamdu, yoki ularning qalblarida bir qulublar bormi? Onun için aql Qur'oni Karimni ta'aqqul qilish bilan tadabbur qilish bilan aqldir. Agar Qur'oni Karimni ta'aqqul qilish, tadabbur qilish xarakterga ega bo'lmagan aqllikdan chiqadi. Aql emasdir. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ey payg'ambar, biz sana eng qissalarning go'zallari bo'lgan bir qissani sana so'zlab o'timiz. Nima bilan so'zlab o'timiz? Bima awhayna ilayka hadal Qur'an. Bir narsa bilan so'zlab o'timiz ki vahiy qildik biz sana mana mush Qur'onni. Va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Agar sen bu Qur'on sana nazil qilib vahiy qilinishdan burun
albatta sen bulardan g'afil bo'lgan taqdirdami? G'afil bo'lgan taqdirdami degani xabarsiz bo'lgan taqdirdami? Albatta ki biz sana bu güzel qissani Kur'an-ı Kerim'den ibaret bo'lgan bir vahiy bilan qanday qilamiz? Sana so'zlab beramiz. Sen bu güzel qissalardan, bu o'tmishdagi ma'lumotlardan, tarixiy ma'lumotlardan sen xabarsiz bo'lgan taqdirda demakchi bo'lgani Alloh subhanahu va taoloning sen mushuna xabarsizdan biz bu Qur'oni Karim orqali bu qissalarni sana so'zlaymizki sen bu qissalardan esa ag'aysan demakchi. İz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Ana sana biz vahiy orqali so'zlab berishga maqsad qilgan qissalar tuvandikidan iboratdir. Unda qolsa tirnoq ichida ey Muhammad alayhissalatu vassalamning ummati qo'lingni ding tut, qalbingni hozirla, huzur qalb bilan quloq sol. Bir vaqtniki dedi Yusuf alayhissalatu vassalam o'zining otasi uchun, "Ey ata, jazman men ko'rinman 11 qarindishimni." 11 jultiz degani qarindosh degan gap. Ash qarindishidan bir tabiramda. Jazman men ko'ravatimman 11 jultizni ve kunni ve ayni ko'rdim men ularni bana secde qilgan holatda egilgan holatda ko'rdim degan edi dadisiga. Qissa hammamizga ma'lum, Yaqub alayhissalatu vassalamning 11 o'g'lining boy ekanligi ve Yusuf bilan Bunyaminning Yaqub alayhissalatu vassalamning ayoliga o'gay ekanligi. Bu ikkisining onasi o'lib ketgandan keyin 9 balaning onasi bularni tarbiya qilib beqiyotganligi. Şu cihatdan Yaqub alayhissalatu vassalamning Bunyamin bilan Yusufga bo'lgan ko'z qarashining boshqa ekanligi. Bo'libmi Yusuf alayhissalatu vassalamning zakovati, aqli tafakkuri, shundaqlam payg'ambarlikka mansub bo'lgan alomatlari uningda zuhur qilg'achqa, ening otasi Yusuf alayhissalatu vassalamni alohida o'z qalbidan o'rin berib ehtirom qilgan edi. Uning uchun Yusuf alayhissalatu vassalam kunlarning birida bir tush ko'rdi. Tushida 11 qarindishi sifatida 11 yulduzning onunğa ay ve kunning onunğa secde qilganligini ko'rdi. Kun bo'lsa otasi, qamar, ay bo'lsa uning onasiga dalolat qiladi. Derken qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Yaqub alayhissalatu vassalamdan ibaret bo'lgan dadis shunda dedi ki: "Ey o'g'lim, ya bunayya degani bizning tilimizda ay can balam degan bo'ladi yoki tatliq o'g'lim degan ma'noda. Ya bunay, ey canım o'g'lim, demigin sen sening bu tushlaringni sening qarindoshlaringga deganda nima bo'ladi desa, fayakidu laka kayda, ular sana bir hilmikrlar qilib qo'yishi mumkin. Inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Hakikaten şeytan insan için uçuk aşkara düşmandır deb tabir verdi. Demek Hazreti Yaqub aleyhissalatu vesselam mu Yusuf aleyhissalatu vesselam ve Bunyaminga bo'lgan ko'z qarashi ve shundaqla onun akıllarının Bunyamin bilan Yusufga bo'lgan ko'z qarashlarini biladi de bilganligi uchun bu uçuk aşkara kundek aydın bo'lgan bir tushni ularga desa ularning texmi Yusufga zarar yetkizish qo'yishdan qo'rqaydi. Qo'rqganligi uchun buni qarindoshlarga dema dedi. Chunki o'g'illarning xuypayini atisi biladi. Demakchi bo'lgan chaqda ata o'zining ballarining xuypaylini, muomalasini, qaysining qandaq bir muomala qilayotganligini biladi de, mana bilgan ata Yusuf alayhissalatu vassalamning tushini o'zining qarindoshlariga demaslikni tavsiya qildi. Va kadalika yajtabika robbuka va yuallimuka min ta'wil al-ahadith. Yana ata Yaqub Yusuf alayhissalatu vassalamga so'zini davomlashtirdi. Shundaqla ey o'g'lim, Alloh subhanahu va taolodan iborat bo'lgan sizning Robbingiz sizni tanlaydigandek va yuallimuka va sizga voqealarning ta'vilidan o'gitidi va kamil qildigandek sizga. Ya'ni tush ta'bir o'g'illik uchun shunda davotda kamil qiladi demakchi. Va yutimma ni'matahu. Kamil qiladi sizga o'zining ne'matini va ala ali Yaqub shundaqla Yaqubning ailesiga kama atammaha shundaqliki kamil qilgan edi o'zining ne'matini ala abuvayka sizning cho'ng dadingiz bundan ilgari İbrahim ve İshaq kamil qilgandek Yaqub ailesiga sizga o'zining ne'matini kamil qilish orqali barliq voqealarning zamanda bo'lgan va bo'ladigan voqealarning uchish bo'lsin, moddiy ma'naviy jihatdagi ahadis degan shu voqealarning hammasining ta'vilidan sizga bildirdiganligidan bishorat beryapti. Bu Alloh taolo sizni tanlaydi ekan ey o'g'lim. Unda bo'lganligi uchun siz bu qissalarıngizni, bu tushlaringizni qarindoshlaringizga demang dedi.
inne rabbeke hakimun alim. Hakikaten senin perverdigarın ey oğlum alimdir. Her nasi mutlak bilgiçidir. Her nasini hikmet bilen kılgıçıdır. Laqad kana fi Yusuf ve ihvatihi ayatun lis-sailin. Elbette cezmen ey insanlar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ey Kur'an muhatapları. Yusuf aleyhissalatu vesselamda ve enin kerindaşları da sorgallar için acayip bir ayetler bayidi. Bu ayetler bayidi dediğini bu aylıkı başkalarının kitaplarında dastandan daskanga ötkendek fakat ve fakat bir aşk meşgunlam hikayesi emez bu. Bu acayip bir ayetler idi bu. Bularning kıssalarda ayetler bayidi. Ayet degan nima işaret? Haqiqatga işaret qiladigan barmoq. Allah subhanahu wa ta'alaning birligi ve barligiga, Allah subhanahu wa ta'alaning qudrati ilahiysininki tengdassiz ekanligiga, g'olibun ala amrihi ekanligiga, inil hukmu illa lillah ekanligiga, shunga o'xshash nurg'un qissadan his elishiga nisbatan o'xshash bo'lmagan ayetlar mavjud edi buningda. Ayetlar tuvandikidan iborat edi. Tirnoq ichida izqalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin. Ey payg'ambar, ummatingizga shundaq bir vaqtni zikr qilingki, dedilar ular, albatta Yusuf va uning qarindoshi bo'lgan Bunyamin suyumliroqdir. Ahabbu ila abina, suyumliroqdir bizning dadamizga bizdan. Valbuki nahnu usbatun, biz ko'plik bir jamoat biz. Inna abana la fi dalalin mubin. Hakikaten bizning atimiz açık aşkar bir azgınlıkın içinde cuma dediler. İlgiri deganimdek bu ikisi başkanıdan 9'u başkanıdan bo'lganligi uchun evet ve nahnu usbatun deyatdı. Bu ikki tal en küçük şimtekki bizden bekrek muhabbet kıldı bu atimiz. Halbuki biz bir anadan bo'lganlar son jihatda, yosh jihatda bo'ldin cho'ng ham ko'p tursak, qo'pab bu ikkisini bizden bekrek yaxshi ko'rdi ya bu atimiz bizni. Bu hakikaten bir aşkara azgınlık bu deyishdi. Şeytan del ularning ko'p sonligi, ularning yeshining cho'ngligidan iborat bo'lgan bir haqiqiy reallik bilan ularni azdolmoqda edi. Qarshi ularning yesh cho'ng muqaddam, qarshi ular bir anadan bo'lgan 9 o'g'il, bu ikkisi 2. Mushunda bo'lganligi uchun dal aşı nuqtadan foydalanib shayton ularni azdolg'intirdi. Shuning bilan birga inson shunda aqlsiz bir narsaki insonning tabiatida. Bular dadasini yaxshi ko'rdi. Shundaqlar dadasining bularni yaxshi ko'rishini arzu qiladi. Halbuki dadasini yaxshi ko'rgan, dadasining o'zini yaxshi ko'rishini arzu qilgan bir inson, dadasining yaxshi ko'radigan eng suyumlik Yusufdan iborat bir insonni o'ltirish yoki quduq tashlash orqali dadasining muhabbatini keltirishga urinadi. Halbuki dadasining eng suydigan narsasini quduq tashlasa, dadasining qalbining ateş bo'lib yandiganligini shayton bularning aqldan chiqargan bo'ladi. Inson ana shunday ojiz narsa. Bir narsa zinat ko'rsatilsa, shayton uni musallat qilgan bo'lsa, qarni aqlni qor ko'rsatdi va yoki bo'lmasa, uni ko'rsatmaylam qildiradi degan gap. Mushundaq deyishdi bo'ladi. Demak, dal bular azg'inlikning fikr tasavvurini o'yladi-da, azg'inlikning qadamlarini qadam-qadam besishga boshladi. Bularga nisbatan bir azg'inlikning qadam bosqichi edi. Derken, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Ular maslahatlashib dedilar ki, xuddi Muhammed aleyhissalatu vesselamni o'ltirsak qutulamiz deb Darın Nedve'de maslahatlashgandek, bular o'zlari o'z arasida maslahatlashib dedi ki, o'ltiring Yusufni yoki tashlangni uni bir zimirg'iki xoli bo'ladi sizlarga, sizlarning ota-onaning yuzi. Nima degan gap bu? Sizlar buni bir yer shariga palab tashlab etsanglar ya o'ltirib etsanglar, sizlarning ota-onaning yuzi degani, ya'ni muhabbat yuzi demakchi. Qalbiy muhabbati sizlarga xoli qoladi. Mana shunday bir holatni shakllantirish uchun uni o'ltiringlar yoki ziminda palab bijay tashlaytinglar deb maslahatlashdi. Ve tekunu min ba'dihi qawman salihin. Enandan keyin sizlar Yusufni shunday qilsanglar, Yusufni shunday qilganingdan keyin sizlar dadangning muhabbatiga layoqatli bir qavm bo'lasizlar dedi. Qawman salihin degani dadangning zot dadanglar sizlarni sevmasligiga sabab Yusuf bo'lganligi uchun shunday bo'ladi bu. Ay Yusufni qutulsa, Yusufni ko'zdan g'oyib qilsanglar, enandan keyin sizlar dadangning muhabbatiga layoqatli salih bo'ladigan mana shunday bir xalq bo'lasizlar deb azdodi shayton bular shunday deyishdilar. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf ve alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Sizden bir digichi ulardan shundaq dedi. Bu sel aqlliroq, ammo Yusufni himoya qildigan, Yusufni yaxshi ko'rdigan, ammo Yusufni yaxshi ko'ray desa, ko'rdiganligini deydi-desa 9 o'g'ilning qatida jur'at qilmagan shundaq birisi niyat yaxshidan. Shunda deydi. O'ltamangni Yusufni ve alquhu fi ghayabatil jubbi. Uni tashlanglar bir quduqning eng chuqur yerlarga. Teppag'ayini ba'd
ba'du seyyara karvallarning ba'si agar qilmoqchi bo'lsangiz sizlar Yusufni o'ltirmanglar agar bir ish qilay demoqchi bo'lsanglar degani in kuntum fa'ilin degani agar qilmoqchi bo'lsanglar degani bir ish qilmoqchi bo'lsanglar uni sizlar quduqning eng chunqur yeriga tashiytinglar u quduqdan baribir karvallar o'tib uni qutqizib berishi mumkin tep berishi mumkin dedi maqsadi Yusuf alayhissalatu vassalamning salomat qilishini maqsad qilgan bir aqlliq yestashlik qilgan bir qiyrinishidan birisi edi bu fi g'ayabatil jubdiki g'ayabatil jub g'ayabatil bi'r demasdan jub deyishi o'z vaqtidagi zamondagi insonlarning karvonlarning o'tgan chog'da bir uloqlarini o'zini sug'urish uchun qazib qo'ydigan bir quduq u shundoq bir quduqki insonlar bir yolg'iz tushib ketib qolsa uningdan chiqolmaydigan ammo uni ichidagi suv insonni cho'kirib g'arq qilib o'ltiradigan darajada emas faqat insonlarning uloqlari va o'zini ta'minlaydigan darajadagi bir quduq jub degani bi'r degan nima deganda bi'r degan bir quduqki uni quduqninki atroflarini tosh bilan yoki sement bilan yoki bo'lmasa har xil insoniy odamiy emgaklar bilan qurib chiqqan narsani quduq bi'r deydi jub degani insonning o'zi mudohala qilmagan ammo faqat ko'lablam insonlarning uloqlari va o'zi uchun suv ta'min etadigan ustil atroflarini tosh bilan boshqa bir narsa bilan ishlanmagan bir quduqni jub deydi demak shu davrda ana shunday quduqlar bor ekan shuni opiriblam shu quduq tashlaganligi keyingi nimada chiqadi qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun derken ular bu maslahatidan keyin dadasiga shunday bir talab fikr qo'ydi ey dada ey bizning dadamiz ey dadajon nim bo'ldi sizga albatta malaka degan nim bo'ldi dada deb bunda yalagandek bir talab qo'ydi malaka nim bo'ldi sizga la ta'manna ala yusufa bizga nisbatan yusufga xotirjam bo'lolmaysiz siz va inna lahu lanasihun halbuki jazman biz uningga albatta samimiy biz demak samimiy emas bular samimiy emas bo'lganligi uchun dadasi shunday deyapti samimiy bo'lgan bo'lsa dadasi biladi bularning samimiyligini amin bo'ladi ulardan samimiy bo'lmaydigan bir faoliyat ulardan sodir bo'lganligi uchun dal o'zining samimiyatsizligini yoshirish maqsadida dadasiga mana shunday bir dialogni o'ttirib qo'ydi deydi deb bo'lib arsilhu ma'ana gadan yarta va yal'ab va inna lahu lahafizun u Yusufni biz bilan atiganlikka avatgan bo'lsangiz arsil degani bosh qo'yayotgan bo'lsangiz biz bilan atiganlikka rohatlangay u va biz bilan o'ynagay yarta degani hammamizga ma'lum bir yerga chiqib yosh bolalarning bir ko'ngillik o'ynashini deydi shunda bir ko'ngil ochib o'ynab kelgay u biz bilan birga qo'yib bergan bo'lsangiz buni va inna lahu lahafizun albatta jazman biz bu qadar g'o'l kuchlik aqllari bor ekanmiz biz uni muhofazat qilg'ichi dedi qala inni la yahzununi an tadhhabu bih va akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbah inna idan la khasirun Yaqub alayhissalatu vassalamdan ko'ngli tuydi-da dadasi bo'lganligi uchun o'g'illarining fe'lini bilganligi uchun va shundaqla Yaqub alayhissalatu vassalamning turayotgan yerlarda buyurjiq bo'lgan bir zaman buyurjiq bo'lgan bir makon ekanligini chiqib turibdi va u o'g'illarining doim ana shu buyur boyaga berib o'ynaydiganligi qaytib keldiganligi chiqib turibdiki bo'lmasa nereden taxmin qilsin dediki jazman men albatta meni bak g'amga tashlaydi shuki ilib bag'aysiz sizlar shu Yusufni va qo'rqayman shuki yegay shu Yusufni buyur yeb ketishdan qo'rqayman va antum anhu g'afilun va sizlar halbuki u Yusufdan g'afil Yusufdan xabarsiz bir shaklda o'zingni o'ynab ko'ngil ochib jugurib ketgandan keyin Yusuf alayhissalatu vassalamning taqdiki ana shu buyurlar yeb ketsa bu meni to'limi g'amga tashlaydigan narsa bu uning uchun shundan qo'rqayman dedi chunki ata Yaqub o'g'illarining xuyini bardigan yerlarining jug'rofiylik o'rni va ahvolini bilgachga dal buni dedi vaqatum ma farartum deydigan bir so'z va arabchada qochgan narsangga tushding degandek Yaqub alayhissalatu vassalam bir payg'ambar bo'lishib bilan shu narsani takrorlab degan bo'lsa-mu ammo Alloh subhanahu va taolaning irodasi dal shu bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolaning irodasi jarayon qilmoqda edi dal vaqatum ma farartum qochgan narsangga tushdinglar degandek Yaqub alayhissalatu vassalam shunda deb turib qochgan narsaga tushmoqda edi ilohiy iroda hammadan g'olib kelmoqda edi qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usba inna idan la khasirun ular bosh turamdi chunki ular planning ustiga harakat qilayotgan edi-da Yusuf alayhissalatu vassalamni qanday qilmoqsin dadasining ko'zini bo'yab elib chiqib quduq tashlash edi maqsadi dedilarki agar uni buyur yeb ketsa ey dada halbuki biz yo'g'on bir jamoat bo'lsak bu vaqtda biz o'zimizni
yo'qotgan bo'lmamdi. Ya'ni moddaning ustiga qurilgan tasavvurning xato ekanligi. Ol ikkida bir usbatun degani boshdan o'tdi, bu yerdan o'tdi. Ko'plik. Shunga Alloh subhanahu va taolo ko'pga o'xshash ko'p sonliqni sukudi, sap bo'lgan az sonliqni madhilaydi. Shunga ko'pligan oyatda valakinna aktharan nasi la yu'minun, aktharan nasi la yashkurun, aktharan nasi la yaqilun, aktharan nasi la yatafakkarun va ma yu'minu aktharuhum billahi illa va hum mushrikun degan o'xshagan ko'p sonliqni sukudigan oyatlar mavjud. Falamma zahabu bihi va ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi va awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum isha'an yabkun. Derken ular Yakup Aleyhisselatü Vesselam'ı qail qildi. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ı elip mangdi. Ular Allah dedi ki Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ı elip kitivdi. Ve ecma'u ecma'u. Tova. Ular quduqning tugiga kelib, hammasi birdek qaror qilishgan holda va ajma'u degani jug'lashdilar ular. Bir yerga qaror qilib kelishdilar ular. Shunaqa kelishdiki, qilg'aylar uni, shu Yusufni fi ghayabatil jubbi. Haliqi insonlar kelib ancha-muncha Yusuf ishidigan, ularlarni suvurdigan chunqur, quduqning eng tagiga tashlatishni qaror qildi va shunday qilishdi. Va uhayna ilay va biz deydi Alloh subhanahu va taolo u Yusuf alayhissalatu vassalamga vahiy qildi. Albatta sen xabar bersen ularga, ularning ishi bilan, mush ishi bilan. Ular buni bilmaydi. Bir kunlar keldi ki, sen ularning mush qilmish ish harakatlardan ularning ko'z oldida xabar berdigan mana shunday bir holat keldi. Unda o'g'allik uchun sen buni qayg'urma, xotirjam bo'l. Dedik biz uni vahiy qildik deydi Alloh subhanahu va taolo. Amaliyat shunda bo'lgan edi. Qissaning oxirlari chiqdi inshaalloh. Va ja'u abahum isha'a yabkun. Ular keldilar dedi o'zlarining dadasiga. Akşam bo'lgan chaqda, tun namoziga qadar, tun bo'lgan chaqda keldilar. Yabkun yalg'ondan yig'laydi bo'ladi. Nima degandan? Qalu ya abana inna zahabna. Dedilar ki ey bizning dadimiz, jazman biz Yusuf bilan baduq nastabiqu. Biz birsi-birsimiz bilan musobaqalashib ketgan edik. Va tarakna Yusufa inda mata'ina. Yusufni bizning matolarimizning yollarida qo'yib qo'ygan edik. Fa kalahu bu uni bo'ri yeb ketibdi. Va ma anta bi mu'minin lana. Va albuki sen bunda desekmi, burunqi gaping batdi. Munda bo'p qolsqanda qilaman degandan biz sana javob bergandik. Bu shunda jarayonlar bordi buningda. Sen bizga faqat ishonmaysan bu mavzuda. Valav kunna sadiqin, agar biz bu to'g'rida samimiy bo'lsak-mi ishonmaysan? Bizga samimiy emas, yolg'onchi degan ma'nolar chiqdi buningda. Ishonmaysan sen, ammo buni bo'ri yeb ketdi deb yig'lab keldilar. Va ja'u ala qamisi. Bosh kelmadi bular. Va keldilar, elib keldilar ular ala qamisihi bidamin kadib. U Yusufning yolg'on qoni bilan bo'yalgan ko'ngligini elib keldi deydi. Bidamin kezib degani yolg'on qon olmaydi. Demak, bu yerda nurg'un Qur'oni Karimning ijozi bu. Ijoz Qur'oni Karimdagi. Az labzlar bilan ko'p ma'nolarni ifodalaydigan xususiyat bu ilohiy kalamning bir xosligidir. Bidamin kezib degani dal ana shu ijozdandir. Ya'ni demak ular bir qonni nerdan bo'lsa topdilar. Yusuf alayhissalatu vasallamning ko'ngligini o qonga bo'ydi. Endan keyin ana qonliq ko'nakni dadasining qishga olib keldi dedi. Olib kelgandan keyin nima bo'ldi? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ala ma tasifun. Yakup alayhissalatu vasallam ularga dedi ki ey o'g'illarim, sizlarning nafsinglar, sizlarning o'zinglar sizlarga nisbatan bu xato ishni qilishga kuch kiritibdi. Fasabrun jamil. Endi men nima dey? Bu qirg'an altimda güzel bir sabr qilmoqdan boshqa men chora yo'qdir. Alloh eng yaxshi yordamchidir menga. Ala ma tasifun. Bir narsaga binoan ki sifatlaysizlar. Sizlar bu kadar yolg'on yapıdaq gaplarni men qilib kelibsizlar-da, men bu to'g'rida Allohdan yordam tilashdan boshqa choram yo'q. Chiroyli sabr qilishdan boshqa choram yo'q. Ammo bu mavzuda sizlarning nafsingning sizlarni bir xatolikqa kuch kiritganinglar, buni shubha yo'q dedi Allohning payg'ambari Yaqub, aqlli inson. Va ja'a sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hada gulamun va asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Derken mana bir karvan keldi. Fa arsalu waridahum, u karvan özlerinin sug'og'ichilarini suvga avatdi. Fa adla dalwa, ular özlerinin su oladigan su qaçısını tashladi quduqqa. Qala ya bushra hada gulam, o sug'og'ichi dedi ki ay ya bushra hada gulam, oy xalq, oy karvan, qarangma xushxabarni bizga, güzel bir balı chiqdi bu yerdan deb vaqirashdi. Va asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Ya Allah. Buni rivayetler qilgan chaqda o'z vaqtidagi tijoratchi
Bunu kutqizib Arap idi deydi. İshaq alayhissalatu vassalamning avlodlari deydi. Bular tijoratchi bo'lganligi uchun tijoratchi degandan davomli pulni o'ylaydi-da, uning boshqa o puldan boshqa narsa aqlga kelmaganligi uchun bular Yusuf alayhissalatu vassalamni eliblam o'zlarining shu tijorat qilgan mol-matolarining ichiga qo'ydi buni. Chunki maqsadi pul edi-da buning. Bu bola ko'ziga ko'rinsin buni. Va asarruhu bidaa, endi maxfiy qilib o'zlarining bidaa mol-matolarining yeniga setish uchun yoshirib elibman deydi. Allohu alimun bima ya'malun. Halbuki Allah bilib turgan edi bir narsani amal qiladi ular. Allah subhanahu va taala alimun bima ya'malun degani Allah ularning amallari, harakatlar sifati, harakatlarini kuzatib turmoqda edi. Dal shu vaqtki ba ahvol endi bu. Va sharahu bi thamanin bahsin darahima ma'dudatin va kanu fihi min az-zahidin. Va ular sattılar onu deydi. Bir bazar appadı, pulluq bazarga zincirlarni bağlab, appadılar. Yani bi thamanin bahsin erzimas bir pul sattı. Ve hum fiha la yubkhasun degende ayetin delil keltirgendim ben. Bahsin degeni erzimas bir pul. Semen. Darahime erzimas bir dirhem pulning barabariga satdı ki ma'lum bir pul edi bu. Ve kanu fihi min az-zahidin. Sanaqliq degan bo'ldi, ma'dudat degan. Ve kanu fihi min az-zahidin. Halbuki bo'lgan edi ular Yusuf to'g'risida zoitlardan bo'lgan edi. Ular pulvos bo'ladi. Odamning keragi yo'q deyki. Zoitlardan degani unaga hojati yo'q. Zuhdidan mushtaq zohidin degani dunyo qiziqmagan degan ma'noda edi. Zoitlarga nisbatan deyadi bu iborat keldi. Bu Yusufdan iborat odamga qiziqmaydi bular. Pulga qiziqatdi demakchi. Unda o'g'allik uchun buni ma'lum miqdordagi bir tengiga arzimas pulga sat. Va qala allazi ishtarahu min Misr li imratihi akrimi mathahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Derken bazada del bu aziz Misr'i cho'gliganga to'g'ri keldi. U uni oldi. Bu Yusuf qarab, Yusuf alayhissalatu vassalamning hech bir qulga o'xshamaydi Allohga. Buning bir farosatlik bola ekanligini uqib, u setib oldi dedi. Setib olgan odam mundaq dedi. Dedi, bir zotga setib oldi eni. Kimni? Musa Yusuf alayhissalatu vassalamni setib oldi Misrdan. Setib olgan o zot dedi, li imratihi o'zining ayoliga, ey xotin, akrimi masfahu. Bu bir qulga o'xshamadi bu. Unda o'g'allik uchun buning turdigan yerlarini, yotadigan yerlarini go'zalroq bir piring. Umidki Alloh subhanahu va taolo bizga manfaat bergay. Buning manfaati yetib qilish mumkin. Istiqboli parlaq bir bola dek turdi bu. Avnattakhidahu walada. Yak buni biz bola qilib beqa olamiz dedi. Demak setib olgan bir odam buni, o setib olgan bir qul maqsadida muomala qilishga uning ra'yi bormidi. Chunki uning qalbini ham Alloh subhanahu va taolo boshqaratdi. Uning uchun bir odam inson aziz bo'lsa, har yerda azizdir. U odamning zindonga tushishi ya bo'lmasa, turmoqqa kirib qolishi va yoki bo'lmasa, u odamning qulluq bozorlarida setilishi insonning izzatiga, sharafiga ta'sir etadigan narsa emas. Bu izzat har yerda izzatli bo'ladi. Va kazalika makkanna li Yusuf fil ard. Shuningdek mana biz Yusuf alayhissalatu vassalamga Yusufga deydi Alloh, bunaqa bir imkoniyat berdik, zaminda o'rin berdik. Va eniga biz o'rgatdik, biz voqealarning ta'limotlaridan o'rgatdik. U tushgan tushdagi voqealar olsun yoki amaliyotdagi voqealar olsun, moddiy va ma'naviy dunyoda bo'lib o'tadigan havodislarning ta'villarini, sharhilarini bildigan qilib mana shunday bir qobiliyatni berdik. Vallohu g'olibun ala amri. Alloh subhanahu va taolo o'zining amriga doib g'olibdir. İnsanlarning to'lisi buni bilmaydi. Valamma balaga ashuddahu ataynahu hukman va ilma va kadalika nazil muhsinin. Va shuningdek u o'zining balog'at fasohatiga yetib edi. Ya'ni 16-17 yoshlarga kirdi. Berdik biz eniga hikmatni berdik, ilmni berdik va shuningdek biz muhsin sifatiga muyassar bo'lgan insonlarni ana shuningdek mukofotlaymiz dedi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu qissalardan hisolaydigan va muhsinlardan qilsin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastagfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.